Bo'pti, ertaga olib ketaman. Kiriy uyga yeb qo'ymaydi uydagilarim. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Salom ayt. Kimga salom aytdi? Otaginam! Voy bo'lmasa, voy bo'lmasa. Assalomu alaykum, otaginam. Voy bilib. Atamasga qilma, atamasga qilma. Assalomu alaykum, onaginam. Onajonim, voliday muhtaram, tinchmisiz? Qo'l tashab qo'ying. Yo, buni choyda iching, choyda. Voy, piyoladan iching, piyolaga quyib qo'ydi. To'rimiz kuyovimiz borda. Kuyovim ketdi-da, bitta osh qo'yaringlar, qorin mara bordimi? Xudoga shukr. Ayas, qo'ydi. Qalaysiz, jiyan, yaxshimisiz? Zo'r. Necha sinfda o'qiyapsiz? 3. 3. Bolalardan nechta? Hayajonlanmang, pochcha. Choy achchiq bo'pti-da. Oling. Ayaz sasiyaptimi, dada? Boring, yuvib keling. Uzr. To'xtang. Yuvmay, iloji bo'lsa qaynating. Dadasi ertaga dadam yubiley ekan, borib kelaylik. Yo'q, men bormayman. Ertaga seni tashlab kelaman. Shu gapingiz dadamga ayting. Makka ertaga boraman. Juda bir mososragan odam bo'ldingiz-a, dada. Yubiley qilyapman demaysiz, aytmaysiz-ku kuyovingizni. 2 kun avval borib yotib olaman, xavotir olmang. Siypalamasdan bor tezlash. Xo'p. Mana shu arzimas sovg'a sizga. Kimga? Sizga? Kimga? Sizga devosiz. Kim bo'ladi sizga? Dadamga. Uyatchan kuyovimiz borda. Otaginam! Assalomu alaykum. Xudoning otam jetaveryaptimi? Nomimga afermit qo'yaman. Kuyov bola, yubileyimga nima olib keldingiz? Moni olib keldim, moni. Jivachkani olib keldim, og'zingiz sasiydi-yu. Voy bo'lmasa. Siqilmang dada, eng asosiysi mehrda. Bunisi olib ketdi-da, siqilib olib, xonalar burchaklarga kirib olib yig'lab o'tirmang. Joyda qo'ying. Kuyov bola dadingiz bilan o'ynang. Otaginam, yubileylar muborak. Onam, o'ynang, qistiring. Qaynatamnikidan qaytarib yuboraman. Hayajonlanmang, pochcha. Hayajonlanib bo'ldim, jiyan. Nimadir hidi chiqyapti. Boya ering qo'rqqanda nimadir bo'ldi. Bor ko'chaga olib chiqib aylantirib kel. Oling. To'xtanglar. To'g'risini aytinglar. Mana qandashlar o'tiribmiz. Faqat to'g'risini. Kim gaz chiqardi? 60 ga kirib tan olish ham mard ishi. Sizmi dada? Yaxshimisiz? Dada yaxshi keldingiz. Rahmat, kuyov qani? Xotin Shohruxxon. Zuratchu Ametchil. चांद जलने लगा Voy shu uyalchan kuyovimizmi? Biz oldimizda ekanda, dami chiqmay o'tirar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voliday muhtaram. Mol olib keldinglar, mol olib ketasizlar. Bu kuyovni ko'rgani kelyapman deb 2 kilo go'sht ham olmaysiz-a? Mana olma oldik. Bu 2000 so'mlik tosholmani nima qo'yga beramanmi? Men qaraysiz, oyog'ingizga mana uni kiyib oling bahillarni. Nimaga? Oyog'i sasiydi-da. Men. Kuyov bola, uyingizga kelgandan keyin televizor ko'rmasdan gaplashib o'tiraylik. Men musor to'kib kelay. Men qara shu uyatchan eringga Xonsaroyi Shirin hayot loyihasi sotuvga chiqqan ekan. Uy olib bermoqchi edim. Ona shunday masaj qilib yuboring oyog'ida. Voy bo'lmasa. Qilib yuboring. Dada shunday musullar to'planib qolgan to'kib keling. Manmi? Onamni chiqarmasangiz kerak, farosatni ishlating. Siz ham qattiq qiling. Ali aka, oyim hamshira bo'lganlar, o'zlari qo'l qilib qo'yar ekanlar. Ona unaqa qilmang, uyalaman. Orqangizni oching kuyov bola, orqangizni oching. Uyalaman, unaqa qilmang. Yo'q, tuzalib ketaman, unaqa qilmang. Kuyov kasal bo'lib qoldingizmi? Jicha maza yo'q. Ukol dori-darmon bor, ukol qiladigan odam yo'q. Siz hamshiramiz? Shunday dumbadan urib yuboring. Voy oppoq kiyimlarda uyalchan kuyovim kelyapti. Keling kuyov bola.
Yurtib ado bo'lmas dostonlaring bor. Hayajonlanmang kuyov bola, ro'zingiz ochilib ketmasin. Voy, bezbet kuyovimiz kelyapti. Man choyxonada deb qo'y. To'ronida porosati yo'q. Ya assalomu alaykum, iftorlikka chaqirgan voliday muhtaram, qandaysiz? Va o'zingizdan spot berib voy deb uyalib. O'zingiz 80-70-yillari mahallani aytgan yoshlardan bo'lgansiz. Hozirchi, ya'ni shirinlikni qichig'ini olib keldim. Hozir sizga bersam, siz opikalaringizga tarqataverasizda, men mashhuraman Xolida deb. Hozir o'zim kirgandan keyin tarqataman, xo'pmi? Davay. Dada ko'rdi, mososiramasdan archani orqasidan chiqing. Kuyov bola choydan iching. Voy, suv. Kuyov bola, yaxshimisiz? Voy, dada, siz qayerga ketyapsiz? Voy, Oysha shirinliklari olib kelgan o'zim uyalchan kuyovimdan aylanib. Uyalchan kuyovimiz bor-da. Dada porosatan vijillagan, sizda vijilla valla qurtga o'xshab ketgan. Mo'lar ro'zador demaysiz-a? Endi o'g'lim, uzr, meni ozgina mazam yo'q edi. O'zi ambulatoriyaga admin bo'ladigan bo'libsiz. Moshinlashingizni qarang, yeysiz. 10 minut sabr qiling, hozir kiradi, yeysiz hamma bilan. Endi kuyov bola iftorlikka nima olib keldingiz? Mo'ni olib keldim, mo'ni. Mo'ni Oyisha shirinliklarini olib keldim sizga. Va bu Oyisha shirinliklari bananli, shokoladli, qulpinayli, shunaqangi qarsildoq ta'mga ega. Bunichi minday yoshli 5 yasharli bola yesa ham maza qilaveradi, minday yasharli otaxon yesa hamchi o'kirib yuboradi, maza qilaveradi. Stop! Ko'zni achishtirib dada, boring oyog'ingizni yuvib keling. Bo'ldi-da kuyov bola. O yüzden ketmay hamma oxirgi paytda bezbet bo'lib ketyapsiz. Indamagan sari chegaradan chiqyapsiz. Chashirvardingiz, erkalab ketdingiz, pizingizni. Boring, oyog'ingizni yuvib keling, davay, bigon bilan zangil bo'ling, davay. Dada ko'ziga oldim. Mana desa O'ltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bo'pti, uyga kir, jim o'tirgan hamma, men ishga ketyapman. Dada siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Yo, muka, sen uyda o'tirma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. Sekin. Sekin O'ltay, sekin. Ye dada to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Voy, stress ko'paysa ketyo. To'xta. Dada, shuncha yosh bolaga boshida berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib olding, bo'lmasa aql ishini qilib. Seversin, onani, seversin, Dada emas, sonsalar 3-burchak emas. Bunday dumalab Sen qiymatini. Sonsada merjigar nima qilyapti? Dada, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? O'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shahariga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy, bolam tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi. Yuring adam bilan gaplashing. Uyalama. Nimadan uyalasiz? Yeb qo'ymaydilar, dadilroq bo'ling. Qochayapti. Alika, oldin suv ichib yuboring, keyin kelasiz. Adam desa qattiq qo'lli. Ha, ming'illama, qo'qqanni qulog'i sinsin, o'zim gaplashaman dadam bilan. Rahim, oshnasi bordimi? Rahim tog'im. So'ljayib o'tiraverasizmi? Gapiring. Rastavit. Siz ham o'zingizni ko'rsatavermang. Qizimni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2 da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Nima deyapsiz? Siz vatentak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'raboshi deganday gap. Hop, kuyov bola.
Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Oma kecha yomg'irda shunaqa yondi, soqqani yomon ishladik. Bolalarda огородga o'tkazmanglarda pasha bosadi. Voy, o'l taksi ekan u. Siz Elon Musk qizisiz a? Pulis jaralab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan pomarqit materialda ko'ylak kiyib olgansiz. Har narsani gapirmang. Ha, siz ham ayazga o'xshamasdan juppa-jup qilib turing. Men shuni shig'iylar sevaman doma. Niyat qilardim bo'lajak qaynam oldiga kelib yangi chiqqan Honor 400 Lite telefon qarang asalligini. Sabrissimo. AI kamera tugmasi bilan tez ishga tushirish, yaqinlashtirish va qiyinchiliklarsiz videoga olish imkoniyatiga ega. 108 megapiksel bilan ajoyib suratga olasiz. Uzoq muddatga ishlab beruvchi batareykasi ham mavjud. Qani funksiyalari yoqdimi? Ha? Bo'lajak qaynamga maqtanay dedim, yangi telefonni joni sog' bo'lsin. Yashamaylik ekanda. Men qara, yoshlar baxtli bo'lsin. Bu nonni sindiring. Nonni sindiring, baxtli bo'lsin. Ko'p sindiring. Qani, bismillah, yoshlar baxtli bo'lsin. Ey, otaginam mana masajlar qilib qo'yaman, joningiz sog' bo'lsin. Bosh qo'ying, kallalaringiz bosh qo'ying. Qirs. Voy. Dadasi? Dadasi? Dilnoz yaxshimisan? Charchamas. Men qara, non sindirildi, ha, ama gapdan qaytish bo'lmasa, erkak bitta gapiradi. Qo'yan surtinglar, to'ygacha yaxshi bo'lib ketadi. Bugun tug'ilgan kunim. Voy, shu uyalchang kuyovimiz rosa polpista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'lding. Kelinglar, assalomu alaykum. Tort, qarasati yo'q. Tort. Tonnasizda dadasi. Harbiylak kiyamani. Voy, o'lmasam sharmanda. Ha, mososramasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy, sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Ha, bola tug'ilgan kuningiz bilan ana mana sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina ham tug'ilgan kunimga xush kelibsizlar, addushi. Assalomu alaykum kiyamani. Dada, siz oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsangiz, chishingizni ham yuvib keling, boring. Voy, o'ling. Voy, o'zingizcha spodi bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi mana shu odam bilan? Bitta savol kelyapti-da. Chisnovda xomidan yedingizmi, pishgandanmi? Boringizlar, chishingizni yuvib keling. Bunaqa o'yin bo'lsa dunyoni tark etganga ketib ketadi, tavba qildim. Naskiga ham olib kelamiz tug'ilgan kunga. Hali li deganda olib kelmabsizlar. Bunaqalik sasib yotganlarda 20 ta yotibdi aytdi, yuvilmagan. Voy, adasi ishlar bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Qizingiz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, quyib qo'yganda o'zingiz. Voy, qadam o'rgangansiz mana shu narsani. Yorim, aman yorim, sen bir To'xtanglar-da. Ana paypar sovg'a qilganinglar miyamga chiqib ketdi. Undan ko'ra valni xolodilligida sovg'a qilmaysizlarmi? Samarqandlik opamiz bitta valni xolodilligini sotib oldi, bitta Damas yutib oldi. kech qoldikmi endi? Ya qanday kech qolasiz? Bitta Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx turibdi va ko'plab sovg'alar turibdi. Bitta valni xolodilligini sotib olsangiz bo'ldi, siz mashina yutib olasiz. Har oyda oxirida o'ynashyapti mashinani. O'zimizning milliy brend hisoblanadi valni xolodilligi. Happy birthday to you. Mana shu o'zingizni qo'yib yuborsiz, ipingizni yechib yuborsiz, bo'shalib ketdingiz. Hozir bizni Amerika massasi bilan uraman. Faqat qo'lingni olib tez-tez yur. Chitirtasiz. Uf, bizbet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Mososramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim, kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'yib kutib oladigandek gapirmang. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendiz bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'ri. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendiz oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansiz, tomoshilab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichakga ham aytgan, "May, ammangni yegan ovqatiga" deganda appendisga borgan. Ha, mana undan ko'ra Flavis'da yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz, ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'ydi, so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Oyi. Voy,
voy kuyov qo'ying. Ey kuyov bola qayerga olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib kelib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingiz unaq turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashlab kelaman.